Так. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tak, mana aka. 1-2 minut salgina vaqt beramiz darsimiz boshlanguncha. Buni Diamond debman, uzr. Royalda Rocketdagilarga bergandim. Haligacha volume kam bo'lgani uchun hech qanaqa volume ko'ryapsizlar, hech qanaqa movement yo'q, shuning uchun ko'tarilish qilgani yo'q. Sekin-sekin bunaqa holatda yurib boryapti kechadan beri. Qancha misol uchun shuyoqdan shuyoqqacha 0 olmishlar kamda bu juda. Tak, berildi, bu kerak emas. Hozir bizga darsimizga chalg'imaymiz. Xo'p. Dailyga qo'yamiz, mana kunlik. Endi biz e'tibor berishimiz kerak, bilishimiz kerak. Endi oramizda tak, hozir bu yerdan rekordga qo'yay. Tak. Hammaga assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Tak, bugungi darsimiz, ya'ni kosmodagi darsimiz, balki bizda oramizda yaxshi biladiganlar bor, noldan boshlamoqchi bo'lganlar bor, noldan boshlamoqchi bo'lganlar, ya'ni aytish mumkin, misol biz ya'ni nima ismi? Diamond'dagi darslarni ko'rishimiz kerakmi? Ya'ni bizga kerakmi degan misol uchun savollar bo'ladi. Yo bo'lmasam kimdir ko'rib o'rgan. Ya'ni bu immuniy o'zi ya'ni kosmodagi darsimiz more advanced, ya'ni o'sha trade ancha bilganlar uchun, ya'ni retail trading bilan savdo qilib kelayotgan, ya'ni retail trading bilan savdo qilib kelayotgan yanada bu dushi nima deydi, yaxshi kasblarni, trade kasbini yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Xo'p, ya'ni endi bu bilan misol uchun aytmoqchi bo'lganim, Diamond darslari, ya'ni qanaqa? Bu Diamond darslarimiz, ya'ni men ochiqcha aytaman, bu retail savdogarlarning darsi. Ya'ni bundan uzoqqa borish mumkinmi? Bundan, ya'ni bizga eng ko'proq yordam beradi, ya'ni kimlarga yordam beradi? Bu spot traderlar uchun ko'pincha yordam beradi. Lekin realny futures da ishlamoqchi bo'lganlar uchun, yoki bo'lmasam har bir scalping, ya'ni kichkina time frame da ishlamoqchi bo'lganlar uchun immuniy Diamond'dagi darslarimiz unchalik nima qilmaydi, ya'ni yaxshiroq bo'lmaydi deyotgan sababi bu futuresda bilasizlar, har bir milli misol uchun mana shu yoqqacha kelishi ham, ya'ni 0.32 bu qancha 0.32% ham qanchadir minus qilib bo'lishi mumkin. Lekin retail savdogarlar, ya'ni spot yoki bo'lmasam retail savdogarlar bunga fail bo'lishadi, yoki bo'lmasam spot uchun umumiy nima qilingan uchun yaxshi. Lekin immuniy bu darsimiz ya'ni konsept immuniy, ya'ni Moonboys konsept deymiz, ya'ni bu qanaqa, ya'ni siz kimdir aytishi mumkin, ya'ni nima edi? Smart money konsepti bu o'zgartirib yo bo'lmasam bironta narsa yo'q. Bu yerda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ya'ni smart konsept bo'yicha ishlanadi, lekin smart konsept bu bilamiz. Ko'p kishi ham tan olingan bu narsani biladi. Ya'ni Forexda yoki bo'lmasam mana bu US 500 deymiz, yoki bo'lmasam mana bu indekslarda yaxshiroq ishlaydi. Lekin kriptoda unchalik yaxshi ishlamaydi. Ya'ni yaxshi ishlamaydi deganim, sal e'tiborliroq bo'lish kerak bo'lgan joylari ko'p. Shuning uchun, ya'ni bu smart konseptni ozgina o'zgartirilib, kerakli ishlaydigan vaqtlarini hisobga olinib, o'zgartirish kiritilgan. Tushunarli bo'ldi. Bu qanaqadir g'oyibdan, yoki bo'lmasam qanaqadir bir narsadan yaralib unaqa bo'lmagan. Ya'ni har bitta konsept, har bitta narsa kamchiliklari to'g'rilangan holda mukammallashtirilib ketilaveradi. Ya'ni boya aytganimda, bozorda kimdir misol uchun men bilan ya'ni meni fikrimga yo bo'lmasa men nimamga za bo'lmasligi mumkin. Ya'ni qaysi nima desangiz, ya'ni
qaysi fikr desangiz, ya'ni kripto violet endi ko'p endi hozirgi bozor tushgan holat tushganida aytmoqchi bo'lganim, bozor tushganida ikkalasi почти bir xil nima bo'lyapti. Lekin kriptoda ruschasiga aytilganda violet ya'ni vahshiylik deymiz, ya'ni tez bir narsani ko'tarib ketishi, tez tushib ketishi ko'proq bo'ladi. Nimalarga qarab. Shuning uchun ba'zan ko'p katta likvidatsiyalar qoladi. Shuning uchun bozor likvidatsiyalar olish uchun ham harakati tez, ya'ni foizi tez. Oddiy mana bu nimani paralarni ko'rsangiz, mana shuncha tushganiga ham odamlar ishlayveradi. Lekin kriptoda unaqa emas. Ya'ni kriptoda 2, 3, 4% mana shunaqa ishlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shuncha ham tushib ham beradi kerak bo'lsa. Mana bunaqa ko'tarilish qilib beradi. Lekin stokda yoki bo'lmasam stokda emas, mana paralarda, ya'ni paralar deganim, ya'ni misol uchun USD, CAD, USD, misol uchun yapon puli balobatda unaqa katta movement qilib bermaydi. Shuning uchun bunda sal o'zgartirish bizga kiritilgan. Immuno bizda boyagi Moonboys konseptimizda buni darslar davomida hozirchalik immuno mana shu deb aytmayman. Ya'ni darsliklar davomida buni bilib olishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi noldan misol uchun boshlamoqchi bo'lganlar va hamshirda ularga tushuncha, ya'ni Trading Viewni hamma programmasini biladi. Ya'ni Trading View buni xohlasangiz siz trading gapingiz bo'ldi. Kimlargadir ko'rinmayotgan ekan gruppada yozishyapti. Botir akaga ham ko'rinmayotgan, bilmadim nimaga. Nima ko'rinmayapti? Shart ko'rinmayapti, bizga ko'rinmayapti. Yo'li bor. Anaqa immunni pastdagi chap qo'ldagi ikonka bor-ku, anaqa Moonboys kosmonavt ikonkasi bosib tursa, anaqa vstupit chiqyapti. Men ham shunaqa kirdim. Menga ham ko'rinmayotdi. Da, endi unisi qanaqa nima bo'lyapti, uni sal tushunmayman. Tushunmagan, hozir hech kim ko'rinmayapti. Mana menga ham hozir endi ko'rindi. Men yangiladim, keyin ishlab ketdi. Ko'rinyapti, normalniy ko'rinyapti. Tak. По-моему, hammada ko'rindi, bo'ldi. Ko'rinyapti ustoz. Bo'ldi. Darslarga vaqtiga kirishlaringni maslahat beraman. Darslarda misol uchun keyin ko'raman degan narsalar bo'lmasin, chunki bu yerda savollar tug'iladi. Keyin savollaringga javob bera olmay qolsam, o'zlaring darsdan qolib ketasizlar. Shuning uchun vaqtiga darsga kirib joyiga savolga javob olishlaringni talab qilaman. Tak, mana Trading View programmasi, buni hamma biladi. Ya'ni Trading View deb yozsangiz, mana bu yoqda.com Trading View programmasi chiqadi. Xohlasangiz, keyin buni ichidan misol uchun skachat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni Trading View programmasini xuddi mana shunaqa, ya'ni registratsiya qilasiz. Bu oson, buni o'rgatish kerak emas. Bu narsani biz darsimizda ya'ni cover qilmaymiz, ya'ni misol uchun o'rgatmaymiz. Nima uchun? Chunki bu unaqa qiyin narsa. Diamondda ham o'rgatilgan, ilib bo'lmasa mana shu YouTube'da ham kirsangiz tiqilib yotibdi bunaqa Trading View. Kerak bizga Trading View. Oddiygina mana plusni bossangiz, uje ozgina bir soat, 2 soat shug'ullansangiz Trading Viewni uje mukammal yaxshiroq o'rganasiz. Ya'ni misol uchun mana bu yerda ad symbol deganiga Bitcoin misol uchun qo'shasiz. Xo'p, Bitcoin mana bu nima uchun menda bir xillar aytishi mumkin, nima uchun sizda Bitcoin unchalik ko'p? Mana bu yerda Bitcoin har bir birjaniki. Ya'ni misol uchun mana bu BTC, USDT, PERP degani, ya'ni bu futuresniki, immuno mana Binance'niki. Agar mana buni olsangiz, bu ham Coinbase'niki. Buni olsak, Binance'niki bu ham faqat USD PERP. Mana buni olsak, MEX'niki bu. Yana darsda davom etaveramiz. Xullas boshqa birjalardagi. Bularda keyingi darslar kerak bo'lgan paytlar uni cover qilaveramiz. Hozirchalik bizga PERP'da nima qilamiz? Ya'ni bu futures. Bu misol uchun futures bilan boshqa mana bularda misol futures master farqi bormi desangiz, farqi ozgina likvidatsiyalarda bo'ladi. Ya'ni likvidatsiya nima desangiz, mana bu yerda likvidatsiya hali darslarimiz kelgan paytimiz tushuntiraman uni. Hozir likvidatsiya deganda, ya'ni mana bu shuncha katta chiziq bo'lgan bo'lsa, bunda sal kamroq bo'lgan. Mana e'tibor bering mana. Mana bu likvidatsiya futuresda olmagan, lekin Coinbase'da kiramiz, qarang, olgan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun Coinbase'da olgan. Bizda qaysi muhim? Bizda spot futuresda ishlaydiganlar uchun mana bu muhim. Chunki futuresda olinishi kerak likvidatsiya. Ya'ni bu olmay turib ketmaydi. Ya'ni olinishi kerak. Shuning uchun bu bizga muhim emas. Lekin buni ham qo'yib qo'yganmanki, ba'zan bu ham o'ziga yarasha uni keyinchalik o'sha marketda, bozorda sense, ya'ni his qilib boshlaganingizdan keyin o'sha tushunib borasiz, ya'ni nima uchun kerak, nima uchun ba'zan kerak.
Bitcoin semi gap ham xuddi shuna, semi futures ham xuddi shunaqa narsa. Bu ham semi futures, buni ham hali keyin tushuntirib beraman. Bu hozirchalik bu bilan chalg'imasdan immunni kerak bo'lgan narsalarni bilib olishlaring kerak. Xo'p, birinchi darsimiz bizga nima bo'ladi? Ya'ni kecha tushuntirib nima qilganimizni bu yoqqa tashladim muhim xabarlarni ichiga. Ya'ni bizda kunlik TTF deb yozdim. Market struktura, 3-MA misol uchun, keyin order bloklar, FVG, liquidity, vaqt, misol uchun vaqtlar, kalendar yangiliklar bilan nima qilish, chuqurroq market strukturani yanada keyin o'rganamiz, keyin discount premium zonalarga qarash, keyin risk and reward uje bo'ldi. Sizlarga davro berilgandan keyin bemalol ishlashlaring mumkin deyilgandan keyin risk reward o'rgataman, undan keyin bemalol keyin ishlashlaring mumkin bo'ladi. Yana keyinchalik yangi narsalarni ichida cover qilib, ya'ni misol qoplab o'rnini to'ldirib o'rgatib ketaveramiz. Ya'ni misol uchun bu degani bir kunlik TTF deyilgan. Kunlik TTF, ikkinchi market struktura, 3-AMA misol uchun, 4-order blok, 12 ta narsa yozganman. Bo'ldi, 12 ta videomi yo'q. Buni kerak bo'lsa kunlik TTFni o'zi bir 10 ta video misol uchun bo'lar, yo 10 soatlik dars bo'lar. Yo bir oy kerak bo'lsa shu dars bo'lar. Market strukturami kerak bo'lsa market struktura, 2 oy market struktura bo'yicha dars bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yoqda hozir bir hojiga telefon qilib pastga kutib o'tiribdi-da. Tushunmayapti. Shuning uchun sabrli bo'lamiz, ya'ni misol uchun har bir darslarni o'zlashtirib borishga. Har bitta dars o'tilyaptimi? Kinoda ko'rmasdan bu darslarni qayta 2-3 marta yozib, konspekt qilib, nima haqida gapirilyapti, nima ko'pincha e'tibor berib deyilyapti, mana shu narsalarni e'tibor bilan nima qilamiz. Xo'p, birinchi bizga kunlik TTF yozildi, lekin kunlik TTF deyilganda biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni kunlik TTF o'rgatilyaptimi? Biz kunlik TTFni o'rganishimiz uchun nimalarni bilishimiz kerak? Qarang endi. Kunlik TTF nima? Ya'ni siz bugunga kunlikka qo'yganingizda, ya'ni kunlikka qo'ygan mikrofonlarni o'chiramiz, iltimos umuman hech qanaqa nima bo'lmasin. Mana bu yerda interaction deydi-ku. Savollaring bo'lsa, bemalol darsda savollaring bormi deyilgandan keyin beraverasizlar. Lekin hozir umuman bo'linish bo'lmasin. Tak. Uzr. Tak. Kunlik TTF, ya'ni biz kunlik bizda taxmin, tuyg'u, fikrlarimizni biz bozordagini bilishimiz kerak. Ya'ni kunlik bizda qarash bo'lishi kerak. Ya'ni kunlik qarash bizda agar bugungi kunlik qarashimiz tepami, bugungi qarashimiz pastkami? Kunlik qarashingizni bilganingizdan keyingina siz kichkina time frame'larda kirib savdo qilasiz. Agar bugungi kuningizda, ya'ni kerak bo'lsa hali ne tolka, misol uchun bugungi kun. Bu kunlik TTF eng muhim, lekin biz hattoki oyda ham misol uchun hisob qilamiz. Kerak bo'lsa oylikni ham ko'ramiz, oyiga nima bo'lyapti, undan keyin haftaga o'tamiz. Mana bu haftalik qayerga bormoqchi bo'lyapti? Haftalik, agar misol uchun mana bu yoqda haftalik bizga mana bu yoqqa borish kerak desak, bu degani, ya'ni futuresga bo'ldi. Mana spotdagilarga oson. Ya'ni men o'rgatgan mana diamonddagi videolarni ko'rib nima qilsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun support bor, bo'ldi, supportga keldi, endi tepaga ketadi, ya'ni resistantgacha degan narsa. Lekin bu boshqacha, chunki bu qanaqa boradi? Bu bunday boradi, pastga, yana tepaga, yana bir pastga tushadi, yana bir tepaga. Mana mikrofonda aytyapman qayta, lekin mikrofon haligacha yoniqda. Meni hurmat qilmaslaring, o'zlaring hurmat qilinglar, olib tashlanglar shu mikrofonlarni yig'ishtirib tashlanglar. Nima kerak menga gaplaring sizlarda? Sizlar o'qinglar, ko'ringlar, bo'ldi. Mikrofonni yo'qyapsizlar. Kunlik misol uchun shuning uchun qarashimizni birinchi biz bilishimiz kerak. Haftalikni yo bo'lmasa nimani. Endi bizga hozir bugungi darsimizga nima bo'lgani uchun, ya'ni biz kunlikni birinchi e'tibor bersak, uje haftalik nimalar juda ham nima, ya'ni misol buni aytganimda gapim sal bo'lindi. Mana oylikni qarasak, oylikka biz mana shu yoqqacha kelishimiz kerakmi? Xo'p, lekin bu mana holat bitta tekst bo'lsa, dailyga kirsak, kunlikka kelsak, bu mana bunaqa boradi degani emas-da. Bu qanday boradi? Ya'ni misol uchun mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin, mana bunday qilib boradi, yana pastga keladi, yana misol uchun tepaga, aylanib keladi.
Lekin biz undan ko'ra mana bu yoqqa ishlab, bu yoqqa ishlab, bu yoqqa ishlab, bunga ishlab, bunisiga mana shunaqa qarash qilib boraveramiz. Shuning uchun biz oylikni o'zimiz uchun bilamiz, umumiy, ya'ni biz oylikka burilishmiz. Ya'ni pastda oldik, oylikda biz bulish. Xo'p, weekly-dachi, ya'ni haftalikdachi biz bo'lishmi yo berish bo'lishimiz kerakmi? Uni bilib olishingiz kerak. Kunlikdachi biz bo'lishmi, berishmi? Ya'ni biz tepaga ketamizmi yo pastga ketamizmi? Uni bilib olishimiz kerak. 4 soatlikka kiramiz. 4 soatlikda bilib olamiz. 1 soatlik kiramiz. 1 soatda nima bor? 15 minutlik kiramiz. Bu yoqda nima bor? 5 minut, 10 minut ketdik pastga, keyin tikiladi. Ya'ni siz kunlikda bugun tepaga ketishingiz kerak. Biz nima qilamiz? Har bir pastga kelganida tepani kirishga harakat qilamiz. Uni prosta pastga kelganda siz aytyapsiz, pastga kelganida tepaga kirishga harakat qilamiz. Xo'p, lekin bu qayergacha keladi? Bu yoqqachami? Bu yoqqachami? Bu yoqqachami? Shuning uchun bizga nima muhim? Likvidatsiya muhim. Ya'ni likvid. Bozorda likvid bo'lmasa, bozor nima bilan yuradi? Bitta narsa bilan yuradi. Ya'ni qayerda likvid bor, qayerda pul bor, bo'ldi shuni ola. Pul bor, keldi pulni oldi, pastga tushdi. Bozorda pul bor, keldi pulni oldi, pastga tushyapti. Bozorda pul bormi, bo'ldi, shuni oladi. Pul bormi, nima qiladi bu? Buni tashlab ketmaydi. Buni olishga keladi. Bozorda qayerda pul? Mana pul, mana bu yoqda. Bu yoq nima qildi? Mana buni olishga keldi. Keldi, misol uchun, mana bu yoqqacha misol, ya'ni buni olar, dalishi misol uchun keyingi likvidatsiya. Olinganmi likvidatsiya? Yo'q. Olinganmi likvidatsiya? Yo'q. Bu olindimi? Ha, olindi. Hozir mana bu yoqda misol uchun mana bunaqa likvid bu turibdi. Olindimi? Yo'q. Bu nima qiladi? Bu olib keyin misol uchun yo'q, tepaga. Tushunyapsizmi? Ya'ni bozor kichkina, ya'ni katta, agar misol uchun siz mana bu yoqda e'tibor bersangiz, mana buni olaman deb, misol uchun support yoki bo'lmasa diamond darslarga o'xshab resistant mana bu yoqqa qo'ysangiz, bu lekin 1 soatlik, 4 soatlikka qarang qanaqa bo'lib turibdi. Nima qilib turibdi? Bu bitta tik degani. Biz spotga buni ishlamaysiz bunaqa narsa. Shuning uchun buni kichkinaroq time frame da ko'ramizki, futuresga scalping qilish uchun yo futuresga biz ishlashimiz uchun uje bizga kichkinaroq time frame kiramiz. Lekin bizga kunlik maqsad bo'lishi kerak. Xo'p, bizda kunlik maqsadimiz misol uchun bor. Endi bizda kunlik darsimizga, ya'ni kerak bo'ladi. Kunlik nima deydi? Bunga TTF deymiz. Bilishimiz uchun bizga birinchi hozir 1 minut. 1 minut. Tak, bizda Tak, bizda kunlik nimani bilishimiz kerak. Kunlik nimani bilishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni bizga likvidlar olinganmi? Tushunyapsizmi? Ya'ni birinchi biz bilamiz, ya'ni likvidlar olinganmi? Xo'p, biz likvidlar olinganmi deyilganda bizda nima o'rgatiladi? Ya'ni men o'rgatishim kerak. Demak, darsimiz uje ketadi bundan yoyilib likvidlarni o'rganishga. Tushundingizmi? Likvidlarni biz bilmasak, kunlikda analiz qila olmaymiz. Nima uchun? Chunki biz likvidni bilmaymiz, qayerga likvid borligini. Likvid darsini o'tmaganmiz. Shuning uchun bu darsga birdaniga o'tib keta olmaymiz. Lekin buni birinchi qo'yganim sababi biz bu muhim narsa. Ya'ni bu keyingi darslarga tortaveradi o'sha bizni. Mana bu darsni bilish uchun buni bilish. Ya'ni birinchi likvidlar olinganini bilishimiz kerak. Xo'p, kunlikda likvidlar qayerga yotibdi? Likvid. To'g'rimi? Ya'ni mana bu yoqda mana. Likvid. 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 Tushunyapsizmi? Likvid. Ketdi dars, уже hali tepdi. Как bu eski darslarimizga, diamond darslariga olsak, как resistant. Endi resistantni esdan chiqaramiz. Liquid deb qabul qilamiz.
Ya'ni likvidlar olinganmi? Stopmi? Nima u? Ya'ni bizda likvid kunlikda likvid bor edi. Likvid olindimi? Ha, demak bizda ertangi mana masalan uchun birinchi kun mana shu kun kelyapti. Xo'p. Keldi. Likvid olindimi? Olindi. Bizda kunlik bugun nimani kutamiz? Ya'ni biz bullish bo'lamiz. Nima uchun? Chunki bizda previous liquid, ya'ni oldingi liquid olindi. Endi bu tepadagi liquidni olishga harakat qiladi. Xo'p, nima qiladi? Bittagina o'tkazamiz. Ya'ni mana tepaga ketdi. Liquid qoldi. To'g'rimi? Endi pastga misol uchun liquid, balo, battar. Mana bu endi bizga qarang. Ya'ni siz bitta bozorda mana bunday holati bo'ldimi, uje tushunmayapsizmi? Siz savdo qilmaysiz. Ya'ni kunlik rejangiz yo'qmi? Siz bugunga savdo qilmaysiz. Hozir mana likvid olindi. Xo'p, endi siz aim qilyapsiz bu yoqacha. Lekin bundan past ham bor. Xo'p, yana misol uchun kichkina time frame da qarasangiz, uje mana bu maqsadi kelib chiqadi. Lekin kunlikda biz bugunga nima qildik? Ya'ni ishlab oldik. Endi ertasi kuni ham biz ishlashimiz kerakmi? Uje boshqacha qarash uje. Ya'ni kunlikda biz bilishimiz kerak. Mana bu nima u? Ya'ni 50% gacha to'ldirishi. Ya'ni bitta katta kenal ochilini to'ldirishi. Dalshi misol uchun ketaversak, buni ham yana misol uchun likvidlarni olish, mana pastda likvid turibdi, uni ham olmayapti, mana bu likvidni. Yana oldi, bizda mana bu likvidni ham oldi. Biz yana nima qilamiz? Yana bullish bo'lamiz. Nima uchun? Bizga aniq, ya'ni bu likvidni oldi, bu likvidni oldi, bu likvidni olgandan keyin endi biz bullish. Nima uchun? Bizda endi likvid pastda yo'q. Ya'ni biz nima qilamiz? Bugunga bullish. Ketdi. Nima uchun? Ya'ni biz agar mana qilib olsak, ya'ni kichkinaroq time frame 4 soatga kirsak, mana bunday qilib tersak, ya'ni bu nima qiladi? Pastdan mana, ya'ni misol uchun mana bu eng tepadagi likviddan eng oxirgi likvidda doim likvid pastdan discount zonadan olib premium zonaga olib borib berish kerak. Ya'ni narxga berish kerak. Что bizda discount, bu yoqqa hech qanday yana short misol uchun ochmas, ya'ni biz longga harakat qilamiz. Chunki bu agar misol uchun kattaroq time frame'da biz bullishroq bo'lib turibmiz. Agar hozir oylikda olsam, hali bittagina tayyor, hali nima qilingani yo'q. Demak, biz discountdan premiumga borishimiz kerak. Bu dars uje bizda o'rgatadiki discount and premium deyalik. Uzr, noto'g'ri yozdim, tamom, mana bu to'g'rilaydi. Premium. Ya'ni biz uje bu yerdan nimani o'rgatishim kerak? Ya'ni discount and premium zonalarni qarashdi. Qayerda discount, qayerda premium? Ya'ni bu premium deb misol uchun ko'p kishi olib buni nima qiladi, lekin mana bu yerda liquidness bo'lgani uchun ham bu mana bu ham premium deb olasizki, ya'ni bu mana bunga deliver qilib, keyin yana dalish pastga tushadi. Yana ko'rasiz. Liquid tepaga qolyapti, polni liquid. Mana bu yerda hol uni ham tushuntiraman hozir. Bu uje bizda yana misol uchun mana shu narsalar uje nima olib boradi? Bizga nimani qarashimiz kerakligini, ya'ni market strukturani. Ya'ni nimani bilishimiz kerak? High and low'larni. Tushunyapsizmi? Biz uje bu yana bu nima qarashimiz market strukturani bilishimizga olib keladi ekan. Nima uchun? Chunki qayerda low bo'lyapti, qayerda high, qayerda qayrilish, qayerda yana burilish, qayerda yana qayrilish, higher low, lower higher, uje o'zgartirish kiritilyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz high and low ni bilishimiz kerak. Bu uje biz qayerdan bilamiz? Ya'ni market struktura darsini o'rgatganimdan keyingina bilamiz. Bu market higher low uje uni bilganimizdan keyin biz uje ya'ni buni nimada managi Gismohan kriptoda uni sizlarga share qilgandim, ya'ni relative equal high and low. Ya'ni relative equal high and low bu nima qiladi? Mana bunaqa holat. Ya'ni misol uchun narx bitta keladida, immuniy premiumga tochni tushadida, lekin likvidni olmasdan turib yana pastga qaytib keladi. Ya'ni shu relative equal high bo'lib qoladi. Yoki equal high yoki bo'lmasam relative equal high. Ya'ni relative equal high nima degan desa, bir-biriga o'xshashlik. Ya'ni mana bu sal pastroq kelib ketadi. Mana bu yoqdan kelib ketadi.
Shuning uchun nima qilasiz? Relative equal high qilasizda, misol uchun mana bu yoqqa mana bunaqa chizasiz, ya'ni misol uchun mana bu yoqdan relative equal high bo'ldi bizga degan ma'noda relative equal high qilib mana bunaqa narsani misol uchun qilib qo'yasiz. Ya'ni bu olinmagan, ya'ni x degani olingandan keyin uje nima bo'ladi? Yes bo'ladi, ya'ni tik bo'ladi. Ya'ni relative equal high. Uni uje bu ham yana bu market strukturani ichiga kiradi. High and low relative equal highlari uje market strukturani yana darsi ichi uje undan keyin immunoma dars o'tayotgan paytim hammasini pichiydim, telefon qilib, bag'rimga tegib uje bularni bilganimizdan keyin, ya'ni bizda nima discount zonalarini bildikmi? Ha, bizda endi market strukturasi o'zgardi. Mana bu yerda hozir market strukturani misol uchun o'zgarishini mana kerak emas bizga, mana bunday qilaylik. Mana. Endi mana bunaqa narx ketdimi? Ya'ni bizda qanaqa mana bu yerda nimani olay? Mana buni olay. Ya'ni bizda low, high, low, uje high bo'ldi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bozorda uje o'zgarish bo'ldi. Xo'p, biz o'zgarishni qayerdan bilamiz? Ya'ni bizda bozorda o'zgarish bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Ya'ni mana bu high, low, high bu qanaqadir bugungi darsimiz sizlar uchun o'rgatish emas unchalik, prosta bundan keyingisini bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni nima qilib aytyapman. Shuning uchun diqqatli bo'lamiz, shu darslar o'tiladi. High, low, uje yana bitta higher low bo'lyapti. Ya'ni lower low bo'lgani yo'q. Ya'ni low, low bo'lmadi-da, ya'ni higher low bo'ldi. Chunki yana buni olmadi. Bundan keyin higher bo'ldi. Ya'ni biz higher bo'lishimizni qayerdan bilamiz? Ya'ni mana buni nima uchun higher deb misol uchun olmadik? Chunki bu previous, ya'ni oldingi nimani buzgani yo'q. Tushunyapsizmi? Ya'ni oldingi. Mana bu yoq buzildimi? Ya'ni equal high edi. Bizda mana bu anaqa x holatda edi, hali olinmagandi mana. Relative equal high edi. Yana buni ololgani yo'q, pastga tushdi, boom, tepaga ketdi. Demak, bu bizga uje nima bo'ldi? Olindi. Ya'ni biz mana bu yerda uje nima? Как oldik. Okay, как. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz olindi. Endi bizda mana bu yerda nima kutildi? Bizda uje market shift. Ya'ni bozorda o'zgarish hosil bo'ldi. Demak, bu uje lead, ya'ni bizni olib boradi market shift. Ya'ni bozorda o'zgarish. Xo'p, bozordagi o'zgarish. Bizda bozordagi o'zgarish bormi? Ha, chunki bizda high, lower low, higher high. Lower high, higher high. O'zgarish bor. Endi biz o'zgarish bo'lgandan keyin biz bugungi daily, kunlik bias, ya'ni kunlik TTF nima u bizda? Biz endi fair value gap, ya'ni FVG deyiladi. Fair value gap. FVG. Fair value gap. Ya'ni bozorda nima bo'ladi? Bo'shliq qoladi. Qanaqa bo'shliq qoladi desangiz, mana bu yerda mana qilib tushuntiraman. Boom. Ya'ni mana bu yerda bizda nima bor? Mana chalg'imaslik uchun buni o'chirib tashlayman. Ya'ni bu sizlarni chalg'itish mumkin hozirgi darsga. Bang. Ya'ni mana bu yerda bizda yorilish bo'lgandan keyin nima bo'lish kerak? Mana buni qarang. Keldi, bizda FVG bor. Mana bu yerda. Lekin bozorda o'zgarishi yo'q. Ya'ni bu prosta nima qilyapti? Equal high qilyapti. Ya'ni relatively equal high qilyapti, lekin o'zgartirish kiritgani yo'q. Bundagi o'sha previous high bizda mana bu previous high pastga, tepaga. Buni qanaqa yordi? Ya'ni boom, bitta katak bilan yordi, ya'ni fair value gap qoldirib. Fair value gap nima u desangiz, o'sha biz fair value gap darsimizda, ya'ni bu o'rgatiladi. Fair value gap. Ya'ni fair value gap hozir qisqacha bir tushuntirib kelsam, bozorda mana bunaqa bo'shliq qoladi. Mana misol uchun, mana bu yerda fair value gap yo'q. Nima uchun? Yo'q. Har doim fair value gap nima bo'lgan? To'lgan. Ya'ni bozorda mana bu yerdan mana shu yoqqacha bo'lganda fair value gap bor edi, mana to'ldi. Keldi, fair value gap qoldi, tepaga ketdi, fair value gap to'ldi. Fair value gap to'lgandan keyin fair value gap qoldi. Mana
Bizda nima bo'lyapti? Fair value gap. Mana bu yerda fair value gap qilib qolyapti. Buni keyingi candle kutamiz. Ya'ni bitta candle misol uchun mana bo'lsa mana fair value gap nima bo'ldi? Mana bu yerda fair value gap bor. Bu nima bo'lishi kerak? Bu to'lishi kerak. Bizda relative equal high yana misol uchun mana bu yerda relative equal high qilib ketdi, lekin olingani yo'q x. Lekin birinchi buni olishdan oldin, ya'ni biz nima qilamiz? Fair value gapni to'ldirish kerak deymiz. Keladi. Fair value gap to'ldi. Gap nima uchun to'ldi? Bu nima uchun bu yoqqa keldi? Imенно fair value gapdan nima bo'lib ketmadi xuddi mana bunga o'xshab? Chunki kichikroq time frame da, 4 soatlik time frame da ham bu yoqda FVga bor edi. Agar misol uchun mana shuni olib, mana shu yoqqacha misol uchun mana qilsak, mana shu yoqqacha biz qarashimiz kerak bo'lsa, 4 soatlikka qarasak, bizda nima bor? Ya'ni fair value gap. Bu shuning uchun mana bu yoqqa keldi. Ya'ni fair value gap 50%, ya'ni bizda kunlikda mana bu candle'da, mana bu candle'da. Mana bundan mana bungacha tortsak, mana 50% gacha to'lish kerak. Chunki bozor nima bilan, ya'ni impuls, ya'ni bizda nima bor? Plus minus deb tushuntiradi. Plus va minus. Doim to'ldirib boradi. Yurak urishi. Ya'ni qanday desangiz, to'ldi, plus minus. Plus misol uchun minus. Agressiv misol uchun mana qiladi, bu yoqqacha kelmay turib, yana pastga tushadi. Nima uchun? Bular bozor kerak, yana pul yig'ish kerak chunki. Lekin bu degani mana bu minus hali to'lmaydi degani emas. Bu to'ladiki. Shunda to'lgandan keyin uje plus. Mana bu minusni joyini to'ldiradi. Shuning uchun bozor doim, ya'ni balansirovka qilib ketaveradi narxda. Shuning uchun mana bu odam kichkina time frame da to'ldirdi, 4 soatlikda ham to'ldirdi. Bizda o'sha aim, maqsad yo'q. Yanada pastroq kelishimiz uchun. Bizda relative high, bizda FVG'ni to'ldirdi. Biz nima uchun yana buni pastini ko'rishimiz kerak? Ya'ni dailyda yo boshqa narsada. Demak, bizda kunlik bugun bullish. Bu kunlik bullish bo'lishimiz uchun mana shu candle'ni o'zini ham bu bir marta, ya'ni mana shu candle'ni o'zini ham 0.5 gacha bir marta respected qilish kerakki, shtobi biz birdaniga longni fire up qilishimiz uchun. Keldi, imенно 50% gacha kelib to'ldirib, boom. Ya'ni bu mana ketyapti, lekin bu kunlik bu. Agar buni mamlaqa qilsak, mana buni mamlaqaroq qilsam, ya'ni 4 soat bizga 0 men bugun kiraman, longga kiraman. Nima uchun? Men bugun respected bo'ladi mana bu. Maqsadi yo'q. 5 gacha to'ldirdi menga bugunga. Endi men pastga maqsadim, men hech narsa ko'rmayapman. Men bugun bullish bo'laman. Nima uchun? Chunki relative mana bu yerda liquidatsiyalar ko'p. Pastdagi liquidatsiyalar olindi, to'liq yo'q. FVG bilan FVG to'ldirildi. Endi men mana buni respect qilish kerakki, narx tepaga kelishi uchun. 1 soatlik chartni misol uchun ochaman, menga kirish zonam immuniy mana bu yerda bo'ladi. Xo'p, 0.5. Men misol uchun mana shu yoqdan tayyorlab qo'yaman, misol uchun previous low ga nima bo'ladi? Agar kelib ursa, yutqazdi. Tushundingizmi? Ya'ni misol uchun bu yoqqa kirasiz, narx keladi, bang ketdi. Siz mana bu yerda profit, ya'ni yutdingiz. Immuniy sizni oldi, yana dalish tepaga ketdi, yutdingiz bo'ldi. 2%. Chunki siz kunligingiz sizda aniq edi. Sizda maqsad bor edi kuniga. Bugun nima qilishingiz? Buni maqsadingiz qayerda? Kimdir bu yerdan chiqib ketadi. Nima uchun chiqadi? Chunki maqsad yo'q. Endi qaytib menga tushmasin, menga bormasin. Chunki buni maqsad nima uchun yo'q? Chunki bu liquidatsiyani bilmaydi. Relative equal high, liquidatsiya bor. Demak, biz kutishimiz kerak. Nima uchun kutasan Hasan, yo nima uchun kutasan Abbos, Alisher? Biz discount zonadan biz premiumga chiqib borishimiz kerak. Narx boradi premium zonaga. Ortig'i bilan boradi. Mana
Ertasi kuni ham pozitsiyalar ochiq turganda yana bordi. Endi bu nima u? Bu olindi, yo'llar olindi, tozalandi. Endi bizning maqsad nima bu? Nima uchun Hasan kecha bo'lish bo'lib turibdi, 2 kun oldin berush bo'lib qoldi? Nima, ikkini orqami Hasan? Yo'q. Bozorga qarab ish qiladi Hasan. Nima uchun? Chunki fair value gap bor. Maqsad yo'q menga bu yoqqa. Qanaqa maqsad bor menga? Nimani olsin? Bu nima? Shoshma, fair value gapni respected qilsin. Keyin shtobi long ochsin. Keldi. Uzun. Fair value gap. Fair value gap qayergacha to'lish kerak? 50% gacha. 50% gacha to'ldimi? To'ldi. Kuydirib, balo qilib, go'r qilib, narsa qilib, men imuni savdoga umuman vaqt bermadi. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7-kun menga berdi. Shuncha kun Hasan signal bermadi. Roket yomon signal bermas ekan, bir kunga, bir haftaga bitti. Aniqlik yo'q. Maqsad yo'q. Bu qimor desa Hasan kulgili bo'ladi. Qimor deb bahona qilar ekan. Agar tushunadigan inson bo'lsa, aqli bor inson bo'lsa, u biladi bozorda nima bo'layotganini, u qachon long ochishni biladi. Longga signal berdimi? Berdi. Shortga signal berdimi? Berdi. Bu yoqqa nima uchun berdi? Narx ko'proq tepaga ketdi. Mana bu yoqdagi rate qildi. Ya'ni bizda no rate, no trade degan gap bor. Ya'ni no rate, no trade. Ya'ni rate yo'qmi? No rate, no trade. Bu degani, ya'ni rate degani bu nima qilish? Ya'ni egallab olish birovni. Mana bu yoqda likvidatsiya bor edi, likvidatsiyani yordi. Yo'q, tolk yo'q, yana kelib. Endi bizda tolk nima u? Pastga, ya'ni fair value gapgacha. Fair value gapimizga keldimi? 1 kun, 2 kun, 3 kun deganda Hasan 3 kun signal bermadi. Hasanning maqsadi bor, chunki mana bu yoqqa kelish kerak. Berdi. Endi bu yoqqa nima qiladi? Endi long ochadi. Bunisiga ulgura olmadimi? Mana imino kelganida Hasan qo'rqmaydi. Nima uchun? Chunki mana bu yoqda 0.5 gacha kelish kerak. Ertangi kunga plan qiladi. Bunga beradi xohlasa. Keldimi? 0.5 gacha, long berdimi? Berdi. Endi ketdik. Endi maqsadimiz qayerda? Likvidatsiya. Kichkina time frame ga kiring. 0.5 respected bo'lish kerak. Bunga respect darshi tepaga ketish uchun. Nima uchun? Premium zonaga ketishimiz uchun. Endi bizda mana bu yoqda market struktura buzilgandi, mana bu yoqda market struktura buzildi. Bu prosta mana bu yoqqa ozgina o'ynaydi-ki market shift qildi. Bo'ldi, bundan ko'nglingiz to'q. Ya'ni market struktura bullish. Endi biz nima qilamiz? Premium zonaga ketishimizni kutamiz. Market struktura Hasanda bullish. Qachon Hasan o'zgarib qolishi mumkin? Ya'ni bir aware, biz aware'miz, ya'ni biz bilamiz 0.550 ham mana shu weekda. Ya'ni buni qaytarish mumkin. Narx bu degani bu yoqqa borib to'g'ri yana pastga qarab ketadi emas. Narx kelib mana bu yoqqa yana liquidness yig'ib, hammani pastga endi pastga ketdi, Bitcoin 14.000 ni ko'ramiz, Bitcoin dedi-da, bang. Hamma likvidatsiyani yig'ishtirib ketadi. Narx hech qachon bir kunda bormaydi. Narx 2 kunda bormaydi. Siz narxni sotib oldingiz, bugun ketish kerak degani emas. Maqsad bo'lish kerak. Har kunlik, har kun, kunlik ko'rmayapsizmi? Bugun nima u? Bugun ko'rmayapsizmi? Trade qilmang. Kim prosta tak trade ochgandan ko'ra, yutqazgandan ko'ra, undan ko'ra shu pul tursin, bugungi o'rganing. Shuning uchun aytaman, trade'ni nima uchun kim qanaqa odam yutadi? Trade'da puli bor odam yutadi. Nima uchun? Chunki unga pul kerak emas. U shu narsa ham ishlayapti. Bu prosta tak side jobda qaraydi. Ya'ni bu misol uchun dahodis bor, 5.000, 4.000, 10.000, 20.000 dollar menda bor, Xudoga shukr. Freelance bu nima bo'laman, ishlayman, ishchilar bor, ishlaydi borlar. Men agar misol uchun bugun trade qilmasam, men bepul qolmayman. Ya'ni kimdir bor, hayotda shu bilan bo'lib qolgan. Unaqa vaqt keladi. Lekin hozir emas.
siz mukammal o'rganganingizdan keyin уже siz mana bilasiz уже maqsad bor. Kunlik siz mana bundan deylik mana shundan kelib respekt qilib mana shu yoqqacha kelishi, misol uchun mana shu yoqqacha kelishi. Deylik 397%, 4%. Bu degani 30% kalkulyatorda olaylik, misol uchun 3 necha? 97 ko'paytiramiz, misol uchun 30x bilan kiring, mayli. Bu $119%. $5000 tikyapsiz-da, $5000 evaziga qaytarib pul olyapsiz. $5000 bilan 1, 2, 3 kun ko'rmasangiz ham yasha olasiz-ku. Bu bozor 1 yil sizga nima bermaydi-ku, kirmaslik nimasini. Opportunity, ya'ni maqsad, nima deydi? Shans bermaydi-ku. Ya'ni beradi shans. Har kun beradi, to'g'ri? Lekin ba'zan bermay qolish mana shu. Bermayapti, berdi. 4 kun bermadi. Lekin men mana bu yoqda $5000 men misol uchun ishladim, yo $6000 ishladim. Men yetmaydimi shuncha pul? To'g'ri, siz tikasiz $50. Hozir men sizga aytsam, yoki tepadan bir katta kuchlar kelsa, Elon Muskni o'zi kelib aytayapti. G'alisher, mana shu yoqqacha narx keladi. To'g'rimi? Mana shu yoqqacha keladi narx. 6-7% pul ishlasa, pul tik desa. Qayerdan bo'lmasa ham $100,000 bo'lsa ham, birovdan qarz olib bo'lsa ham pul tikasiz. Chunki siz aniq bilyapsiz, mana bu yoqqa siz pulingizni shuncha foiz qilib olishingiz, ertaga uni qarzingizni ham qaytarib bera olasiz, yo bo'lmasa kerak bo'lsa mana haydab yurgan mashinangizni ham, uyingizni ham kerak bo'lsa sotib, mana shu yoqqa tikasizki, mana shu yoq sizga chunki aniq bozor. Mana bu aniq bozor bu. Bu predict emas, bu taxmin emas. Predict, taxmin, analizlar, taxmin misol uchun bir ikkita, lekin aniq bozor. Aniq bozor. 1, 2, mana misol uchun nechi kun, mana shu odam misol uchun deylik, mana shu yoqqa bu degani 28-noyabr kuni bitta aniq bozor beryaptimi? 5-dekabr kuni yana bitta beryaptimi? 22-dekabr, 7-dekabr yana misol uchun bitta beryapti. Bu aniq bozor. Mana bunga ishlashingiz mumkinmi? Ishlang. Scalping boshqa narsa qiling. Risk ko'p bo'lmagan holda. 50, 100, 200, 300, $100. Lekin mana bunaqa joyga siz qo'rqmaysiz, chunki siz bozorda bilasiz aniq. Lekin bu degani full marja bilan kirib o'ring degani emas. Bu degani 10,000 shotizda bormi, 10,000 bilan kirib o'ring degani emas baribir. Risk and reward biz bu yerda o'rganishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Kunlik maqsadni bildik. Buni kunlik maqsad. Endi biz buni aytganimizdek FVga, ya'ni biz no trade, buni birdagi plus minus ishlaydi, no trade, bu darslarni misol uchun trade qachon raid bo'ladi, qachon endi trade qilish kerak, qachon hali raid bo'lmadi, qachon biz trade qilmaymiz, bularni bildik. Endi FVgani bildik. FVgani bilganingizdan keyin o'sha bizga, ya'ni hammaga mashhur, hammani ya'ni nima qilib tashlagan, o'zgartirib tashlagan OP, ya'ni order block. Men shuni misol uchun izolyatsiya qilib, misol uchun buni Papay deganman, misol uchun. Papay deyman, xohlasam Olive deyman, xohlasam Michael Jackson deyman. Bu chunki hamma joyda bizda nima bilan buni o'chiraman, mana bu bizga kerak emas. Nima bilan o'zgartirib tashlagan? Uzr. Ya'ni buni bizda o'sha mikrofonni o'chiramiz. Buni bizda o'zgartirib tashlagan, ya'ni bismillah. Supply and demand bo'ldi. Supply and demand bilan order block o'zgartirilib tashlagan. Ya'ni nima? Xo'p, mana bu yerda qanaqa order block bor ekan. Bilmaydi order block nima u? Order block pastda order block bunga faqat tepada mana bo'lish. Bilmayman, ish qilib qanday chizadi ular, faqat tepa past ko'rganman ko'p kishida. Lekin order block o'sha umuman boshqa narsa. Ya'ni bitta order blokdan o'tib ketsa, mana bu yerda order block o'zlaricha qaytardi. Tepaga ketib qolsa, order block ishlamaydigan order block. Ya qanaqa order block yaqin? Mana bu order block qanaqa? Bu breaker hisoblanadi. Umuman boshqa narsa bu. Umuman boshqa dunyo bu. Bu order block Papay bo'lsa, mana bu Olive bu. Bu o'xshatish. Bu
aynitish, bu boshqacha qarash qilish. Kimdir men bilan yana spor ham qo'yadi, breaker emas bu deb. Qanday siz tasavvur qilingda, bir kishi kelyapti-da, Hasan mana bu men aytyapman, mana bu o'g'lim deyapman, siz aytyapsizki, Hasan seni o'g'ling emas bu deyapti. Jahlingiz chiqadimi? O'zingizni o'g'lingizni o'zingiz bilasiz-ku xarakterini qanaqaligingizni. Qanday men o'zim bir narsa ko'rgan, o'zim misol uchun shuni tajriba qilgan narsamni o'zim bilmayman. Ya'ni order block to'g'ri, misol uchun men ham order blockni onamni qornidan o'rganmaganman, kimdir o'rgatgan menga ham. Lekin internetda 99%, 98% order umuman boshqa order block boshqa narsa. Order block siz bilmaysiz. Qayerda order block turibdi? Siz order block deb ism qo'yilgan, order block shunaqa ism qo'yilgan. Ya'ni order block nima uchun? Ya'ni orderlar turgan joy, orderlar bloki, ya'ni bu. Buni hech kim bilmaydi. Bu ertasi kun o'zgarishi mumkin. Bu mamlakat qoldimi misol uchun order block bo'lib qoldi. Xo'p, narx keldi, bitta order block qoldi. Buni orderni olib tashlash mumkin. Yo'q, o'sha yoqqa bo'ldi. Bu ketib qolsa bu ishlamaydigan degani emas bu. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz mukammal o'rganamiz, ya'ni order block konsept, ya'ni terminni umuman boshqacha qarash qilib. Bularni bildik. Biz boynagi qanaqa kecha yozganim. Biz mana bu yerda movementni o'rganamiz, ya'ni misol uchun bu o'sha fair value gapdan keyin bo'ladi, ya'ni movementni o'rganamiz, ya'ni bu ko'pincha Forexda yoki bo'lmasam nimada displacement deb keladi, inducement deb keladi. Misol har xil nima bor. Ya'ni mana bu bir massiv bir ko'tarish, ya'ni fair value, ya'ni movement, ya'ni o'zgarish bo'lyapti bozorga. O'sha o'zgarish bo'lgan, mana shu o'zgarish bo'ldi bozorga. Yo'q, misol uchun mana bu o'zgarish, lekin deylik mana bu o'zgarish. Movement, mass. Nima uchun? Qani bu yoqda fair value gap? Ya'ni movementda bo'lish kerak. Ya'ni bu movement darsini o'tyapmiz. Buni ichiga kirib ketish kerak. Market shift bilan fair value gap bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Qachonki movement, ya'ni displacementda biz fair value gap ko'rishimiz kerak. Fair value gap yo'qmi? Trade yo'q. Rate yo'qmi? Trade yo'q. Bozorda shuni ko'rmayapsizmi? Chalg'imang. Bu chalg'itish. Bu mamlaqa qilib bordi. Masalan uchun move. Yo'q, bu yerda fair value gap. Bu likvidatsiya yig'di. Ahmoqlarni bang. Endi movement bor. Tepaga keladi. Displacement yopiladi. Pastga endi kiramiz. Mamlaqa narxi ketadi. Mamlaqa ketayotgan payt hamma kirib oladi. O'zicha xursand ishlaydi. Bam, tepaga bitib Nima uchun? Bu confirmation emas. Bizda confirmation movement, displacement bo'lishi. Nima uchun displacement bo'ldi? Displacement maqsadi nima bo'ldi? Bizda movement maqsadi nima bo'ldi? Fair value bizda rate qildi, polni likvidatsiyalardi. Displacement qoldirdimi? Rate bormi? Ha. Premiumdan discountga qoldi, tushdimi? Tushdi. Endi maqsad nima? Longga kirishmi? Ahmoqgarchilik. Nima uchun? Buni siz bilmaysiz. Mana likvidatsiya yig'ishi mumkin yana. Yana pastga kelishi mumkin. Qachon bunga kiramiz? Qachon biz movement, fair value gap yopilgandan keyingina mana bu yerda premium zonaga kelganimizdangina, ya'ni bu premium zona, equilibrium zona, discount zona. Biz hech qachon mana bu yerda long kirmaymiz. Mana bu yerda ham endi tepaga ketadi deb endi bang pastga. Nima uchun? Chunki bu maqsad oldi. Endi fair value gap deb yana minusni plus qilish uchun keldi. Displacement, ismim aytibdi, movement, displacement, ochiqlik, fair value gap, ochiq ko'p degani, ochiq qolyapti. Yopish kerak uni ishtonni. Lekin pastga bizga longga, mana bu yoqqa kelganda longga kirib keladi, yana pastga kelganda endi pastga ketdi deb shortga ochadi, faqat yutqazish treyderlik bo'lmas ekan, treyderlik xatron, treyderlik bu. Chunki aniq maqsad yo'q. Aniq joy yo'q, aniq narsani ko'rmayapti. Reja yo'q. Umid qiladi, narx bu yoqqa borsin, narx unday bo'lsin. Yo'q, unaqa narsa ketmaydi bu bozorda. Bozorda aniqlik bo'lishi kerak. Ko'rmayapsizmi? Trade qilmang. Qanchada ko'rasiz uni? Xohlasangiz 6 oy, xohlasangiz 1 yil, xohlasangiz 10 yilda ko'ring. Keyin realniy pul tiking.
Demoda ishlash mumkin emas. Demo unday qilar ekan. Assalomu alaykum. Demoni ishlash bo'ladi. Demoni o'zingizga challenge qilib ishlating. Ya'ni mana bu odam soch hamma darslarni o'tgandan keyin hech kimdan oldin naqd pul bilan ishlash kerak. Demo bilan ishlaysiz, hammalarning trading viewda $1000lik, $100,000 emas, $1000 demo, как положено, hammada demo shot bo'ladi. 3 oy, 4 oy, 5 oy davomida demoda challenge qilasizlar. Ya'ni $1000 2-3 oy davomida hech bo'lmasa $2000 yo $3000 qilib. Challenge'dan failmi? Yana qaytadan o'qing. Yana qaytadan o'qiysiz. Hech qanaqa real pul tikmaysiz. Trade'ga pul kerakmi? Boring, ishlang. Dangasa bo'lmang unaqa. Ishlang hali, ishlashingiz kerak ekansiz. Hali hayotiy ishlarsa, hali sizga bor bunaqa o'tirib turib pul qilishga. Hali ishlang, hali mehnat qiling. Sizga hali erta unaqa narsa. Pul toping birinchi. Bu dangasani kasbi emas bu, trade. Puli bor odam pulini 2 so'm qilish uchun, 100 mingini 500 ming qilishni xohlagan odam uchun trade. 1 so'm yo qashshoqdi uchun emas bu trade. Nima uchun boyib ketaveradi? Chunki u risk qilishni biladi. Chunki u risk. Bu bozor risk. Bu bozorda men misol uchun bitta narsani o'rgandim. Qanday qilib yutqazmaslik? Unaqa narsa yo'q. Bozorda doim yutqazish bor. Shuning uchun bozorda yutqazgan payt sizga nima kerak? Pul. Nima uchun pul kerak? Ya'ni yutqazganingizni yana qaytarib olish uchun. Ba'zan bo'ladi, charchash bo'ladi. Displacement mana bu odam hozir aytib o'tdi. Displacement to'lishi kerak bu. Displacement to'ldi 50% gacha. Displacement to'lmagan. Nima uchun bullish bo'lasiz? Nima uchun Bitcoin pastga ketadi deb yana o'ylayapsiz? Ketadi. To'lsin birinchi. Pastga keldik mana bu yoqqa. Hasan mana bu yoqqa keladi devdi. Mana bu yoqqa keldi bugun. Ya bor, liquidatsiya bor. Bang, bang. To'lishi kerak hamma narsa. Ya'ni bu xohlasa mana shunday qilib hammani ichak o'zi qilib yo'q qilib go'r qilib hech kim kirmaydigan qilib mana shunday keyin ketadi bu. Menga ko'rsating mana kunlik chartni ochaylik. Qani menga ko'rsating bitta tayoq bilan 69 million Bitcoin 20 mingga yo 10 mingga ketgandi. Unaqa narsa yo'q. Mana bir tayoq ketdi, pul yig'di, yana ketdi. Pul yig'di, hamma Bitcoin 55 ming, 100 ming, 2 ming. Yo'q, yana ketdi. Endi mana endi mana bu yoqqa kelganda уже squeeze marketda уже squeeze qisyapti, уже bo'ldi. Tushmayman, ko'p tushdim. Deyapti, lekin hali Bitcoin 9 ming tushganda olaman. Mana bu yoqqa lekin qancha opportunity beryapti? Qancha bu yurish qilib beryapti? 11%. Sizda $100 mana bu yoqqa $11 bo'lishi mumkin, lekin mana bu yoqda $100 ming, $1 million ga Bitcoin oladi, mana shu yoqqa pulni yechib oladi. $1 million mana bu yoqqa $110 ming degani. Shu mana buni shu boshqacha. Shuning uchun level to level trade bu hech qachon bizga mana bu narx kerak emas. Bizga level kerak. Biz qayerda liquidatsiya kerak. Iloyim Bitcoin 100 ming borsa, iloyim Bitcoin 20 ming, iloyim 5 ming, iloyim 4 ming. Narx bilan o'zingizni chalg'itmang. Narx kerak emas. Bizga level kerak. Qayerda liquidatsiya? Bozorda aniq biz ko'tarilishni xohlagan, spotimiz bo'lgani uchun ko'tarilishni xohlaganimiz uchun biz tikmaylik ko'tarilishga. Biz pul kerak bo'lgani uchun bugun spotga olmaylik. Biz pul kerak bo'lgani uchun longga kirganimiz uchun biz umid qilmaylik tepaga ketishiga. Biz narx yo'q, biz liquidatsiya qayerda? Qayerda liquidatsiya? Qayerda turibmiz? Qayerga? Ya'ni biz discount, premium, equilibriumda turibmiz. Yaqin premiumga. Yana bir pastga deb tozalashi bor. Bilyapmiz bu narsani, lekin yana longga kirishi shuncha ko'tarilgan narsani o'sha yaqin, ya'ni displacement fair value gapga yaqin turgan joyga mana bu yoqdan kirmagansiz. Yana longga kirish, yana spotga olish, endi Bitcoin bu 100 mingga ketdi deb. Bu ahmoqgarchilik. Shuning uchun pul yutqazish shundan bo'ladi. Nima uchun? Chunki narx qaraydi bular. Chunki narx. Mana bu sizni chalg'ityapti. Mana bu sizni bullish, mana bu sizni miyangizni aytyapti. Lekin siz levelni qarasangiz, tushunyapsizmi? Ya'ni level muhim bo'lsa, siz levelga qarab trade qilsangiz, siz yutqazmaysiz.
hech qachon o'zingizni peshonangizga yozib qo'yasizmi, nakolka qilib qo'lingizga yozasizmi, yo bo'lmasa kompyuteringizni tepasiga qo'yib qo'yasizmi? O'sgan narsani sotib olmayman. Tushgan narsani sotmayman. Tushdimi oling. Ko'tarildimi soting. Bo'ldi. Mana shu narsa maqsad bo'lishi kerak. Nima uchun ko'p kishi trendni yutqazadi? 10 kishi, 20 kishi, 30 kishi, 40 kishi, 100 kishidan 99 kishi yutqazyapti. Lekin bunday o'tirgan odam shoshma shuncha payt yutqazdim, mana shunaqa ishlab, endi men shuni aksini qilay. Demak, 100 ta trade qildim, 98 tasiga yutqazdim. Demak, agar shuni aksini qilganimda edi, 98 tasiga yutgan bo'lardim deydi. Savol, o'sha javob shunaqa bo'lyapti. 98 tasiga yutgan bo'lar ekanman. Demak, bu yerda nima qilish kerak? Aksini qilish kerak ekan. Ya'ni siz qarayotgan fikr boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni shuning uchun bu yerda logika yoki bo'lmasam dunyo qarash, odamlardan ko'ra boshqacha fikrlash, kimdir yugurib ketsa izdan yugurib ketmaydigan bo'lganingizdan keyingina bozor yutar ekansiz. Liquid, discount, market structure, relative equal, market shift, balot, battar kerak bo'lsa mana bularni bilmang. Lekin logikangiz kuchli bo'lsa siz bozordan yutasiz. Logika birinchi o'rin, ikkinchi o'rin strategiyalar, keyin mana bular. Shuning uchun logikani qanaqa rivojlantiramiz? Logikani ko'cha bilan rivojlantirasiz. Kitob o'qib nima qilasiz? Ko'p narsani bilish kerak, ko'p narsani o'rganish kerak. Ana shu bozor sekin-sekin tarbiyalaydi. Bunga vaqt kerak. Ya'ni bu bir kunda bo'lib qoladigan narsa emas. Siz 28 kirgan bo'lsangiz, 28 yil olgan miningiz xarakteringizda siz bir kun meni narsim bilan o'zgartira olmaysiz. Bu bitta bo'la kunlik TTF darsimizda bizni olib boradi, mana shuncha narsalarga o'rganishga boradi. Undan keyin o'zi yana bundan o'zi bularni o'rganganimizdan keyin bo'la aytgandek, ya'ni kunlik TTFni o'zi bilgan bo'lamiz. Keyin o'sha market strukturani ham uni ichiga o'rgangan bo'lamiz. Bo'la aytganda, endi ya'ni buni har bitta candle 3 ga bo'linishini buni o'rgataman. Ya'ni misol uchun candlelar bitta oddiygina tepa tayoq bor, pastki tayoq bor. Lekin mana shuni o'zida katta gap bor. Ya'ni manipulation, accumulation, expansion. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasam kimdirlar mana buni mana bunaqa holat bo'ladi, ya'ni misol uchun mana bunaqa accumulation bo'ladi, manipulation bo'ladi, o'shiki expansion bo'ladi. Ya'ni buni expansionda kimdirlar distribution deb misol uchun nima qiladi, ya'ni yuritiladi. Buni ham misol uchun to'liq hali o'rgataman, bu ham bizga kerakli bo'lgan narsa. Keyin orada bu aytdim liquidatsiya, keyin o'sha yana bundan keyin mana bularni polni o'sha o'rganganimizdan keyin o'sha bizga kerak bo'ladi vaqt. Bizga narx muhimmi, vaqt muhimmi? Mana bu yerdan kimdir mikrofonni ochib bitta kishi javob bersin. Vaqt muhimmi, narx muhimmi? Kim javob beradi? Vaqt muhim, ustoz, vaqt. Endi diamond level up bilan endi vaqt muhim. Da. Bizga vaqt muhim. Bizga narx qayerga borsin? Nima bo'lishidan qat'iy nazar bizga eng kerakli vaqt, ya'ni qachon. Shuning uchun bizni market sessionlarni o'rganamiz. Nima uchun mana buni qizil, sariq, yashil qilib qo'yganman? Bo'yagi kimdir tushunmagandir. Ya'ni vaqtlar urushi deganimda svetofor deb qo'yganman. Ya'ni qizil chiroq, sariq chiroq, qizil to'xtab tur. Osiyo aytyapti. Ishimni qilib olay. Biz ko'rmiz ungacha. Mana ko'rman. Sariq. Tayyorlan. Yurdik. Endi mana bu yerda misol uchun o'zingizga savol bering. New York eng katta bu birja. Bozori, chaqqon shunaqa. Bunda volum ko'p bo'ladi. Endi mana bundan agar misol uchun mana ko'rsatsam, ya'ni misol uchun mana olingda mana. Mana bunga ko'rsatadi mana. Mana New York volum. New York volum. New York volum.
New York, Osiyo yoki Yevro. Ustoz dosh. Labbay? Tak. Volumni ko'ryapsizlar. Shuning uchun Bitcoin ham xuddi shunaqa. New York, bizda New York. Men sizga misol uchun savdo qiling, savdo qiling, ya'ni misol uchun savdo qilsangiz, misol uchun mana bu kunlik price action bilganingizda xohlagan time frame savdo qilishingiz mumkin. Lekin siz kichkina time frame savdo qilmoqchimisiz? Siz har kuni savdo qilasiz New York vaqtiga. Trade degani bu qul bo'lish degani emas, har kun ishlab. Siz mana bu yoqdan mana bu jemi meniki 5 turibdi. Men New York vaqtini hozir qo'yamiz. Mana O'zbekiston vaqti bilan misol uchun qarachi qilsak, mana bu yoqdan 5 dan kechqurun 2 gacha. 5 dan mana 6 dan mana 5 dan mana bu yoqqacha misol uchun 1-2 gacha. Bo'ldi. Siz 1-2 soat trade qiling. 4-5 soat mana bu yoqda 7 soat trade. 5 soat yo'q, mana pozitsiyangizni mana 1 soat ochdingiz, kompyuter oldiga как положено o'tirib, mana shu vaqtni hisoblab, soat 4 dan 3 dan. Bang bo'ldi, siz o'sha aniq bilasiz o'sha. Siz kunlik time frame'da bo'lish, sizga target bor, sizda liquidatsiya joy bor, bilyapsiz. Mana liquidation. New York, mana bu New York o'zini o'zi olmaydi. Mana bu yoqqacha fair value gapgacha kelishi mumkin. Men ochiqcha aytaman, mana ya'ni misol uchun bu tushumga kirgani yo'q, misol uchun mana bu yoqqa borishi. Men immuno mana bu yoqqa long ochilganda men target qayerga qo'yaman? Men mana bu yoqda fair value gap. Amerika, liquidation. Liquidatsiya bor. Liquidatsiyani olsin, fair value gapni yopsin, men pozitsiyadan chiqaman. Menga aniq target bor. Men mana bu yoqdan long ochdim, Nasdaq mana marsh deganga mana bu yoqqa targetni qo'ydim. Mana bu yoqda 1.80 ishladim. $1000 tikdim, $1800 misol uchun bo'ladimi shunda? Agar necha bilan misol yo'q, uncha men hozir kalkulyatorga kiraylik. Kalkulyator 1.80 ko'paytirilgan odatda misol uchun 20 bilan kiraman. 36. $1000 tikdim, 360 bugunga misol uchun dollar bor. Bo'ldi. Men $360 maza qilib misol uchun yeyman, oilam bilan deymanmi, o'zim yeymanmi, yemaymanmi, olib qo'yamanmi, farqi yo'q. Qiziq emas misol uchun. Beramanmi birovga? Endi siz o'zingiz bilasiz, qanaqa dunyo, qanaqa hayotingiz, nima u, siz o'zingiz bilasiz uni. Ishladim, bo'ldi, menga qiziq emas bu narx qayerga boradi. Menga mana bu bir tiyinlik foydasi yo'q. Bu men vaqtimni ketkazish. Shartga qarab turish. Mana shart, savdo qilaman. Bizga opportunity berdimi savdo? Yo'q. Nima topdik? Shuncha kun hech narsa ishlaganimiz yo'q, lekin ertalabda kechgacha oila bag'ridan misol uchun yo bo'lmasam biz orzu qilgan men financial freedomni orzu qilaman degan kasb deb manda qilib o'sha sekingina o'zingiz narkoman bo'lib qul bo'lib qolganingizni o'zingiz bilmay qolyapsiz. Shuning uchun market sessionni o'rgatamanki, faqat mana shu vaqtlarda savdo qiling. Всё, qolgan paytlar yig'ishtiring. Savdoni ham, chartni ham, boshqa narsa. Umuman ochmang ham. Yo'q, men ochyapman-ku, shu Osiyoni ko'rish uchun, shu bugungi setapimni tayyorlash uchun. Yo'q. U qilaversin xohlagan ishini. Bu setap beradi sizga. Yevropani bir ko'rdim, balkim Yevropaga. Yo'q, u ishini qilaversin. U beradi setap. Bunga misol uchun kira olmadingizmi? Mana immuno Amerikan, Yevro, Amerika kirdi. Har doim opportunity beradi. Har doim. Kichkina time frame'da o'sha kirsangiz, sizga mana bu yo'l opportunity bergan. Men nima u? Qanaqa opportunity, menga qanaqa opportunity 10 minutlik, 5 minutlik time frame mana bu yoqda misol uchun kiraylik. Mana. Xuddi bo'ynaga katta nimani ko'rsatgan kunlik nimamiz nima u? Ya'ni narx ketdi, pastga, high, low, bam. Displacement. FVG bormi? Bor, qani, mana. Qayerga kiraman? FVG ga kiraman. Qachon? Amerika vaqti. Amerika kirgandan keyin. FVG keldimi? Keldi. Bir tik yurdimi? Hech qanaqa yurgani yo'q.
Mana shu yoqqa qo'yamiz mana necha foiz? 0,07. Siz kriz zonangizni ko'ryapsizmi? Qanaqa tiniq. Taxmin yo'q, mabodo ketsin yo'q. Ey xudojon degan narsa yo'q bu yoqqa. Ketdi narx, bo'ldi. Ketdi, bum, 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 bum. Ketdi narx. Bo'ldi. Ishladingiz, mana bu yoqqa keldi. Mana immunoy bo'naga biz nima qilgan joy FVG, mana bu yoqda liquidation tepasi, to'g'risini aytsam, bu yoqqa qo'ymasdim. FVG emas, menga likvidatsiya olishi muhim. Chunki likvidatsiyani olgandan keyin nima qiladi? Narx bir qaytib kelib, keyin misol FVG. Lekin men mana shu yoqqa yopirsam o'zi bo'ldi. Bunday kelib, keyin bitta urib, yana qaytib ketishi ham mumkin edi. Lekin menga u qiziqmas o'zi. Nima uchun? Chunki o'sha Amerika bo'ldi, ishini qilib bo'ldi, o'zi xayrlashyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni Osiyo mana bu yoqqa kirib olib, mana bu yoqqa keldimi, misol uchun mendan keldim, Osiyo kirib olib, bum, fair value gapini yopishi mumkin edi. Keyin Yevropa yana mamlar qilib, keyin Amerika yana teparoq ko'tarishi mumkin edi. Chunki menga to'liq yo'q, bu yoqdan chiqaman, kerak emas. Bucha news. Yangilik. Nima qildi? Osiyo bor edi. Bang Osiyoni ham oldi, bang Yevropani ham tushirdi. Nima uchun? Endi bu aniq. Endi roketda ham aytildi. Bu taxmin qilib aytganim yo'q. Savdo qilmanglar, всё. Kimdir savdo qilmoqchimi? Пожалуйста, mana bu yoqqacha kelsa, bir yarim soatcha kirsalaring bo'ladi. Lekin bizning ketgan vaqtimizni, chartimizga vaqti bo'ladi 0.60%. Bo'pti. Shu kecha. Просто agar mana New Yorkda olganda undan ham yaxshi edi, lekin olmadi bu. Nima uchun? Shanba bozor. Damon, kayf qiling. Oila bilan bo'ling. Mana sizga opportunity, misol uchun har doim bozor beradigan narsa. Haftalikda ham, misol uchun haftalik, ya'ni har hafta dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kuni ham har kuni haftalik o'sha sizning planingiz ham bo'ladi. Haftalikdan kunlikka o'tadi, oylik, kunlik, haftalik, kunlikka o'tasiz o'sha. Bugun dushanba kun, unday seshanba kun mamlaqa kun, endi bunaqa, chunki siz haftalikda bo'lishsiz. Dushanba kun pastdan boshlandi. Demak, bir seshanba kun bu ko'tarilish kutamiz. Dushanba kun nima qildi? Dushanba kun bizda mamlaqa accumulation qildi. Seshanba kun bizda manipulation qildi. Chorshanba kungacha. Payshanba kun bizda ham expansion qildi. Shanba bozor yana mamlaqa. Endi buni olib qarasangiz, xuddi accumulation chapachasi, bam, manipulation tepaga, bam, expansion pastga. Nima uchun bu pastga keldi? FVG bor edi. Nima uchun bu tepaga ketadi? FVG bor edi. Plus, minus, doim to'ldirish uchun. Balansirovka bo'ldi. Keldi, balansirov ketdi, keldi, balansirov kelyapti, balansirov ketadi, yana ko'ramiz uni keyin. Shanba bozor yo'q, trade qilmaymiz, ko'ramiz. Bozorda hech narsa ko'rmayapmiz, volum yo'q. Kirgan yarshi bizga volum bo'lish kerak. Mamlakat ketishini hozir siz bom ketib qolishni umid qilasiz. Shuncha likvidatsiyani qoldiribman. Mana likvidatsiya qoldirib ketgan ahvoli. Bang. Mana likvidatsiya keltirib qolgan ahvoli. Bang. Mana likvidatsiya keltirib turgani. Bang. Mana likvidatsiya qoldirib ketayotgani. Bang. Mana likvidatsiya, bang. Likvidatsiya, bang. Mana qani qayerda bor ekan? Likvidatsiya, mana likvidatsiya, bang. Tushirdi. Mana likvidatsiya, mana. Bang. Mana accumulation. This manipulation. Bang. Tepani hech kim qoldirmayapti. Bang qochdi narx. Yana pastga ko'p kishi nima bo'ldi? FVG to'ladi, yo'q. Bu birdan qochib ketib tursin. Kiradi, hamma short. Bang, yana bitta uradi tepani. Yana endi ketdi pamoyim. Uchidan ushladim. Osh bo'lsin menga. Uchidan ushladim lekin. Ildizidan ushladim. Bang. Stop mana bu yoqda edi. Urdi pastga. Endi kirmaydi. U duxusindi uni.
Ha, endi ketyapti. U ketdi, men tikdim. Bang pastga. Bo'ldi. Likvidatsiya ko'rmadingiz. Mana bitta narsa bor, o'zi bitta maqol bor. Likvidatsiyani ko'rmadingizmi? Siz likvidatsiya bo'lasiz. Likvidatsiya bilan savdo qilyapsizmi? Demak, siz likvidatsiya emassiz. Likvidatsiya ko'rmayapsizmi? Likvidatsiya kim bo'ladi? Siz bo'lasiz. Sizni shilgan puli siz likvidatsiya bo'lasiz. Sizni pulingiz likvidatsiyasiz. Bozorga qoldi pulingiz. No read, no trade ana shundan keladi keyin. Ya'ni rate yo'q, trade ham yo'q. Buni kalendar, buni bayad yozganman, kalendar yangiliklar deganimni. Yangilik nima u? Yangilik nima u? Yangilik bu bozorda yurib berishi uchun. Ilom yangilik portlab ketdi dunyo desin. Ilom yangilik вообще Elon Musk 1 trillionga chiqadi deb aytsin Bitcoin. U qiziq emas. Bizga vaqt qiziq. Ana shu vaqt bizga bozorda violet bo'ladi. Bank kayf qiladi. Bank smart money sevadi yangilikni. Nima uchun? Chunki ishini qiladi. Xohlagan ishini qiladi, hech kim gapirolmaydi. Agar lekin qolgan payt qilsachi keladi bunaqangi nima? SEC Security Exchange Amerikaniki. Nima uchun bozorda manipulyatsiya qilding? Lekin newsda qilsachi yangilik bo'ldi. Odamlar violet bo'ldi. Odamlar shaqa sotish qildi. Yangilikka qarab odamlar sotib oldi. Yo'q. Sizni mizerni sumangiz bir tiyin. Bozorda o'zgartira olmaydi. Hammamiz Mumboy jamoasi yig'ilishib $10,000, $100,000 Bitcoin sotib olaylik. Mana shuni ko'ring, hech qanaqa qimirlamaydi. Bu yoqqa trillion haqida gurung ketyapti. Milliard haqida gurung ketyapti. $5,000, $2,000 emas. Bank, smart money, bank, news sevadi. Yig'ishtirish kerak. Olish kerak pullarni. Likvidatsiya kayf qiladi bular. Bular likvidatsiya bo'lmaydi bular. Mana shu yerdan hozir shortga kirsin, Bitcoin 70,000 ga borsin, smart money, bank, likvidatsiya bo'lmaydi. Trillion bor marja, trilliard. Siz aqlli qilib ularni kompet yo'q. Siz ular bilan yurishingiz kerak. Vaqtiga pulni oling. Olmadingizmi, birov sizdan oladi. Foydani oling yoki birov sizdan olib qo'yadi. 100 so'mda 50 so'm qildingizmi, oling. Bozordan keting. Keyingi bozorga kirib 1-2 soatdan keyin ishlagan pulingizni bozorga 2 barobar qaytarib bermang. Bo'ldi, yig'ishtiring. Bugunga yetadi. Bu kalendar yangiliklar bilan savdo qilish keyin o'rgatiladi. Yana chuqurroq market strukturalarini o'rgataman. Mana bu yerda yana discount premium zonalarimiz bor mana. Ularni ham misol uchun tepada bu yerda yozdim. Ya'ni ularni ham o'rgatishim mana bu yerda. Keyin risk and reward, ya'ni risk and reward, ya'ni siz $100 risk qilasizki, $200 reward olish uchun degan ma'noda, ya'ni qanaqa kirish, qanaqa pul nima qilish, qanchagacha balansni to'ldirishingiz, shularda polni o'rgatilib, nasib xudo xolasa boriladi. Bugunchalik mana shu sizlarga yetadi. Nasib xudo xolasa keyingi darslarimizda sekin-sekin likvidda boshlab dars o'taman. Kimdadir qanaqadir savoli bo'lsa, bemalol berishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz zaps bo'ldimi? Yaxshimisiz? Sal kechroq. Da, zaps bo'ldi. Rahmat ustoz, Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Dars borasida bitta gap aytmoqchi edim. Dars вообще uddar bo'ldi, bomba bo'ldi. Miyalarga berib tashladik. Endi hamma shuni qayta ko'rib ish qilib dakansa o'qisa, lekin chotki bo'ladi. Katta rahmat. Nasib inshaalloh. Miya titrib ketdi-yu ustoz aka. Endi hali oxirgacha o'qiylik, hali endi boshlanishi bu. Boshlanishi shunda uddar bo'lsa, hali prosta ma'lumot berildi, hali o'rgatilgani yo'q. Keyin aytyapman-ku, bozorda уже ichiga kirganingizdan keyin уже tushunib borasiz, уже bilasiz. Eskilar qancha narsani ham tushunib oldi o'zi ustoz. Gap yo'q. Endi bitta narsani aytdim, Diamond bu videolarimiz, narsalarda yamalash emas, ya'ni
bu retaillik narsa, retail traderlar mindset, u mindset, ya'ni u fikrni sizlarga ocholmay turib, men bu narsalarni o'rgata olmasdim, ya'ni. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizlar shunaqa savdo qilishni bildilaringmi? Endi shunaqa savdo qilmasliklaring kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni ular siz u fikrni nima uchun berdim? Ya'ni sizlar unga qarshi yuradi. O'sha sizlar bilasizlar odamlar nima qilayotganini. Ya'ni siz oldin bilasiz ahmoqgarchilik nimalar qilganingizni. Endi siz unaqa ahmoqgarchilik qilmaysiz. Ya'ni siz mamlakat retail traderlar mamlakat o'ylagan payti siz ularga qarshi ishlashni bilasiz. Kimdir aytishi mumkin, bo'lmasam Diamond o'qib to'liq yo'q ekanki, bu boyagi nimamda Diamond darslarini yo'q. Siz retail traderlik fikrini qabul qiling miyangizga. Nima uchun? Qarshi ishlash uchun. Shuning uchun bizga hate paydo bo'ldi. Yutqazish bo'ldi, narsa bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Lekin shuni keyinchalik uch Diamondga qolganlar, ya'ni mana bu level up narsa, mana bu darslar o'tildi hammasi. Shuning uchun men ularga aytdim, sabr qilinglar, shoshmanglar. Ya'ni bular ko'pi o'sha biladi. Endi bilib, ya'ni u mindsetni esdan chiqarib, narsa qilib, keyin nima bo'ldi? Ya'ni foydaga kirishadi. Shuning uchun hammasi sekinlik bilan, ya'ni u mindsetni men birinchi tasavvurini ega qildirib berishim kerak. Sizlarga u narsani fikrlaringizni bildirib berishim kerak. Shart emas. Mana bu yerda misol uchun qanaqadir bir darsni sotaman deb niyat, narsa kerak emas. Trade'ni o'rganing, milliard pul ishlaysiz. Nima kerak? Rizq qiyib o'zingizga o'rganing, kayf qiling, pulni toping, halol bolalaringiz boqing, halol qilib. Harom nima kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshimisiz? Ustoz, bir ikkita iltimoslarim bor-da, agar iloji bo'lsa. Ha, bemalol. Ustoz, mana bu haylov deyapsiz, iltimos maksimum minimum deb aytib keting. Nima deb ketay? Maksimum minimum deb aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Haylov deb ketyapsiz, maksimumni haylov. Bu narsani bilamiz. Endi maksimum minimum deb ketsangiz mana shu narsa yaxshi ish bo'lardi, ustoz. Agar iloji bo'lsa. Maksimum minimum deb ketsangiz. Sardor aka, uzr. Hay degani maksimum. Haylovlarni tushunish qiyin bo'lyaptimi, eshitishga qiynalyapsizmi? Maksimum minimum deb o'zingiz tushunib olsangiz bo'ldi. Qarang, high low misol uchun, high low u nima uchun u terminni misol uchun men sizlarga aytishim kerak, ya'ni ertaga bir kimdirlarga tushuntirmoqchi bo'lish uchun yoki kimdir bilan gaplashish uchun nima deydi? Balandlik, pastlik deb mamna qilsangiz ustingizdan kuladi. Shuning uchun iloji boricha high low terminni siz mendan so'rang. Ustoz, high and low terminini keyinchalik high tepaga degani bo'lsa, siz menga tepalik debmasdan highni daftarda olingda, ruchkani olingda, high tepalik degani, low pastlik degani deb o'rganingda, keyingi safar high deganimda uch biling siz men shu tepalik deb gapirayotganimda. Siz sizga moslashtirishim kerak emas, siz menga moslashishingiz kerak. Bo'ldi, rahmat ustoz. Tushundingizmi? Yozib boring. Ya'ni bu ertaga kerak, ertaga. Ya'ni ko'proq ma'lumot olib, misol uchun men bir qoldirib ketgan joylarim, yana bir yaxshiroq ma'lumot bo'lsa, siz ertaga internetdan ham misol uchun biror narsalarni ko'rsangiz, yaxshi internetda kontent bor. O'sha siz farqlashni bilasiz. Qaysi kontent yaxshi, qaysi kontent musor. Tushunyapsizmi? Ya'ni kimdir aytadi, internetda har balo bor. Internetda hozir hech narsa yo'qdi, o'zi yo'q emas, lekin siz farqlashni bilasiz. Ya'ni misorovka qilib berilyapti sizga. Yanada ma'lumot olish uchun, yanada kimdirning fikrini, chunki bu bozor AI boshqaradi. Yaxshiroq, yanada zo'r ma'lumotlar olish uchun siz ertaga internetni ko'rasizki, bozor har kuni yangilanadi. Mana Nokia telefonga o'xshab shu kun tushuntirdim-ku. Nokia telefoni har doim men Nokiani zo'r bilsam bo'ldi, iPhone'ga kerak emas degan emas-ku. iPhone chiqadi, iPhone'dan keyin Gearphone, Merphone, telefon chiqib ketaveradi. Shuning uchun uni bozorda o'zingizni nimangiz bilan emas, kimdir bir-birini sekin-sekin ko'p analiz qilib, misol uchun market session, hamma joyda boshqacha. Men market sessionni o'zim nima qilgan joylarim bor. Ya'ni shunaqa holatlar. Bu misol uchun hech kim menga o'rgatmadi. Lekin internetda market sessionni ko'rsangiz, bor, yo'q emas. Kimdir boshqacha qilib, mendan ham zo'r qilib nimalar bor. O'rgatgani bordir.
Shuning uchun mana shu terminlarni o'zi bilan olib borishimiz kerakki, shtobi ertaga bir boshqacha kontent ko'raman desangiz ham topishingiz oson bo'lishi uchun. Hozir men sizga kontentning ismini Fotofara desam, ertaga internetga bitta men bo'lib qolaman, Fotofara. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bersan bo'ladimi? Bemalol. Uka, uni so'ramoqchi edim. Dars soat nechida, ilk haftada necha marta bo'lishini aytib ketsangiz, har o'zimizga yaxshiroqda dars. Qarang, darslar aka haftasiga 1 marta, 2 marta, 3 marta aniq misol uchun ayta olmayman. 2-3 marta qilishga harakat qilamiz. Har doim 10-11 dan keyin. Ha, shu chunki sizda ham oila bor, o'zingizning ishingiz bor, tashvishingiz bor-da. Da. Shuni bilmoqchi edim. Rahmat. Shuna 10-11 dan keyin qilamiz. Nasib xudo olsa aytayapman-ku, yarim soat, 1 soat bugun endi sal ahmoqona bir futbol ko'rib qoldik. Qayerdan ham ko'rdik, hashtag edi, nasta edi. Shunga sal qolib ketdi. Oldinroq 1 soat oldinroq anaqa prikib qo'yishim kerak edi menda nima qilib. Pin post qilib. O'sha narsani aytmoqchi edim ustoz. Ya'ni haftasiga 2-3 ta o'tib tashlasangiz ulgurolmay qolishingiz mumkin. Ya'ni bitta misol uchun mavzuni mukammalroq qilib qanaqadir shu pin post so'z bugun ertalab chiqdi. Ha, yo'q, shuning uchun men ham u bunaqa misol uchun u xatoni qayta qilmayman. Ya'ni misol uchun Diamondda 3 ta, 4 ta dars o'tib, ko'p kishi umuman darslarni o'tkazib yo'q, yaxshi o'zlashtira olmay. Ya'ni ko'proq backtest qilishimiz kerakki, hali u haqida backtestlar haqida hali keyingi darslarda aytaman. Bozorda yo'riq ko'rishingiz uchun kerak bo'ladi. Ha, demoqchimanki, kolичество emas, качество bo'lgani yaxshi, kam bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bitta dars bir hafta backtest qilib, ishlash joylarini ko'rib, keyingi hafta boshqa dars nima qilsangiz zo'r bo'lar. Shunday. Misol uchun bitta narsani likvidatsiyalarni ko'ramizmi? Shu bir haftami yo bo'lmasam 5 kun davomida, 3 kun davomidami, 4 kun davomida ko'ramiz. Mana ko'rlaring, mana darslarimizga oid narsalarni isbotlab, как proof prosotakslarga o'rgatib, mana shunday bo'ladi bozor. 2 oydan keyin Hasan yo'q, ishlayapsizlar, bu bozor undan emas ekan. Onangni demanglarda, shuning uchun mana bu har kuni 3 kun, 4 kun ko'rsataman. Mana shunday bo'ldi. Mana shunday bo'ldi. Ana seshanba kunda bo'ldim. Ha, endi chorshanba kuni aytgandik, to'g'rimi? Ha, mana bo'ldim. Ha, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Tik bo'ldi. Backtest, zakonim chotkimi? Ha, kallaga miyaga yaxshi kirdim. Ha, bo'ldi. Endi keyingi dars. Ana shunday bo'laveradi. Rahmat ustoz, tushunganingiz uchun. Nasib, hali yana ko'proq gaplashamiz. Sizlar bilan hozirchalik xayrlashib qolamiz. Peace. Assalomu alaykum.